qachon qarg'ama, ering yonsa qo'shilishib sanam yonasan derdilar bu. Bu gaplarni mag'zini turmushga chiqayotganimda tushunmaganman. Direktimga bir kuni SMS keldi. Menga turmush o'rtog'im doim xiyonat qiladi. Har safar xiyonat ustida ushlab olaman, lekin keta qolmayman. Farzandlarim bor. Lekin ich-ichimdan yaxshi ko'raman ham. Har safar xiyonat meni yuragimga ozor beryapti. Bir kun yana xiyonat ustida ushlab olib, turmush o'rtog'imni shunaqangi qarg'adimki, ilohim bu uyga o'liging kelsin. Menga qilayotgan xiyonatlaringni Alloh jazosini bersin deb o'zim bilmagan holda yum yig'lab, his-tuyg'ularimni boshqara olmay, yuragim og'rigandan qarg'ab tashladim tilib. Bilasizmi? Bir necha soatdan keyin menga qo'ng'iroq bo'ldi. Turmush o'rtog'im juda ham yomon avariyaga uchragandilar. Hozir ular shol holatidalar, oyoqlarini kesib tashlashgan va men ularga necha yildan beri qarayman. Erimni puli bor payt ketidan yurgan, hattoki qotillikka da'vo qilganlar Osmonlarga uchib ketishdi. Ulardan asar ham qolmadi. Invalid erim bo'lsa, meni peshonamga qoldi. Tashlab keta olmayman, Xudodan qo'rqaman. Qolaversa farzandlarimning otasi. Lekin sizning istoriyalaringizni o'qib shuni tushundimki, his-tuyg'ularimiz aynan junbushga kelgan paytda biz bilar-bilmas gaplarni gapirib qo'ymasligimiz kerak ekan. Shunaqa holatlar hayotingizda bo'lganmi? Kommentariyada yozinglar.